kola ichsam bo'ladimi deb o'ylashingiz mumkin. Energetik yoki kola qaysi biri eng xavfli? Bu savolga to'g'ri aniq javob berish qiyin, chunki organizmda qanday jarayon bo'layotganini hech qaysimiz aniq bilmaymiz. Har bitta energetikda 80 mg dan 200 mg gacha, gohida 400 mikrogramgacha kofein miqdori saqlanadi. Biz bilamizki, normada sutkalik kofein miqdori bu 400 mikrogram. Biz qancha miqdorda iste'mol qilayotgan energetik miqdorimizni shunchalik o'zimizning hayotimizga xavf solishi mumkin. Uning tarkibidagi taurin moddasini borligi, undagi B6, B12 qo'shimchalarini mavjudligi, shu singari qand miqdori va yoki sun'iy qand miqdorini hisobga oluvchi moddalarning borligi bevosita organizmimizga yuklama oshiruvchi, ya'ni modda almashinuvini kuchaytiruvchi maxsus stimulyatsiya sifatida ta'sir qiladi va shu singari bizda undan keyin yuqori qon bosimini oshishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, qo'llarda titrab, hayajonlanish va kuchli emotsiyaga berilish namoyonlarini kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun kola yaxshi ko'ruvchilarning orasida agar suyakning yemirilishiga moyilligi bo'lgan, tishlari tez sinuvchan, bo'g'imlarida tez-tez og'riq paydo bo'luvchi holatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz yoki shu holat kabi o'zingizda alomatlarni sezsangiz, aslo kolani ichishni tavsiya qilmayman. Xo'sh, unda kola zararmi yoki energetikmi? Ikkalasi ham o'ziga yarasha zarar, lekin nisbatan oladigan bo'lsak, kola energetikdan xavfsizroqdir.